Bugungi darsimizda ribosomalarning tuzilishi, funksiyasi hamda hujayrada joylashuv haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ribosomalar barcha tirik organizmlarda uchraydigan donador tuzilmalar bo'lib, asosiy funksiyasi oqsil sintezini amalga oshirishdir. Shu sababli ular oqsil fabrikalari deb ataladi. Bu tuzilmalar ribosomal RNK va oqsillardan tashkil topgan bo'lib, ribonukleoproteinlar hisoblanadi. Ribosomalar ikki asosiy ko'rinishda uchraydi: hisoplazmada erkin holatda hamda endoplazmatik to'rga birikkan ko'rinishda, shuningdek mitoxondriya hamda xloroplastlarning membranalar aro bo'shlig'ida ham uchraydi. Ribosomalar yadroning ichida hosil bo'ladi va yadro teshiklari orqali sitoplazmaga chiqariladi. Endi ribosomalar tuzilishini o'rganib chiqamiz. Ribosoma o'lchami Svedberg birliklarida o'lchanadi. Evkariot ribosomalar 80 Svedberg bo'lib, ikkita subbirlikdan tashkil topgan bo'ladi. Katta va kichik subbirlik. Katta subbirlik 60 Svedbergga, kichik subbirlik esa 40 Svedbergga teng bo'ladi. Bu subbirliklar o'zaro magniy ionlari orqali birlashadi. Kichik subbirlik mRNKga birikadi. Katta subbirlik esa aminokislotalarni bir-biriga bog'laydigan peptid bog'larni hosil qilishni katalizlaydi va oqsil zanjirini yig'adi. Endi ribosomalar oqsil sintezida qanday ishtirok etishini o'rganib chiqamiz. Oqsillar hujayralarda himoya, tashish, fermentativ tuzilma hosil qilish, signal, toksin kabi ko'plab vazifalarni bajaradi. Misol uchun, gemoglobin oqsili qizil qon tanachalarida bo'lib, kislorod tashishni amalga oshiradi. Insulin oqsili esa oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, qondagi glyukoza miqdorini boshqarib turadi. Oqsil sintezi asosan ikki bosqichda amalga oshiriladi: transkripsiya hamda translatsiya bosqichlari. Transkripsiya bosqichida avvalo DNKning ma'lum qismi yozilib ochiladi va undagi genetik ma'lumotlar mRNKga ko'chiriladi. So'ngra mRNK yadrodan chiqib ribosomaga keladi. Ana shu yerda oqsilning translatsiya bosqichi boshlanadi. Translatsiya bu oqsil sintezining ikkinchi bosqichi bo'lib, unda ribosomalar mRNKdagi kodni o'qib, oqsillarni yig'adi. Translatsiya asosan 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichimiz boshlanish deb nomlanib, initiatsiya. Ikkinchi bosqichimiz uzayish, elongatsiya hamda uchinchi bosqich yakunlanish, terminatsiya hisoblanadi. Initiatsiya, ya'ni birinchi bosqichda kichik ribosomal subbirlik mRNKga birikadi. Ribosoma mRNKdagi 3 harfli kodonlarni ketma-ket o'qiydi. Transport RNK ribosomaga kirib, o'zidagi antikodon orqali mRNK kodoniga mos tushadi. Transport RNKning boshqa tomonida esa tegishli aminokislotalar bo'ladi. Ribosoma odatda AUG medianin start kodonini topguncha mRNKni skanerlashda davom etadi. AUG medianin aminokislotasi uchun kod beradi va aynan shu nuqtadan translatsiya boshlanadi. Kodonlar transport RNKdagi antikodon bilan juftlashganda yangi aminokislotalar zanjiriga qo'shila boshlaydi. Aminokislotalar o'rtasida peptid bog'lar hosil bo'ladi. Bu jarayon ribosoma tomonidan katalizlanadi va oqsil zanjiri uzayib boradi. Yakunida esa terminatsiya bosqichi sodir bo'ladi. Ribosoma mRNKdagi UAA, UAG yoki UGA stop kodonlariga duch kelganda maxsus ajratuvchi faktorlar ribosomaga birikadi. Natijada yetuk oqsil zanjiri ajralib chiqadi. Ribosoma subbirliklari mRNKdan uzoqlashadi va yana yangi oqsil sintezini boshlashga tayyor bo'ladi. Ribosomalar hujayra uchun juda muhim bo'lib, metabolizm, o'sish va ta'mirlash kabi jarayonlar uchun zarur bo'lgan barcha oqsillarni sintez qilib beradi. Hujayraning metabolik faolligiga qarab undagi ribosomalar soni ham o'zgarib turadi. Xulosa qilib aytganda, ribosomalar oqsil sintezi asosiy rol o'ynaydigan muhim hujayra organellaridir. Ribosomalar haqidagi dastlabki ma'lumotlar Markovning makroevolyutsiya kitobida kiritilib o'tiladi.
Yuqorida aytib o'tilgan evkaryotlarning o'lchamidan tashqari prokaryot organizmlarning ribosomlarining o'lchami ham mavjud bo'lib, umumiy o'lcham 70 svetbergga, katta subbirlik 50, kichik subbirlik esa 30 svetbergga teng.